Oltinchi test 19-savolda yuqoridagi tasvir deyapti. 3 natural sonini anglatadi. Ya'ni natural sonlar ichida 3 bor. Mana bu sonni anglatar ekan. Tasvirdan foydalanib, natural sonni kasr ko'rinishida yozing deyapti. E'tibor berib qaraymiz. Bu yerda har bir bo'lagiga 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta bo'lak bor. Kasr chizig'i chizamiz. Birinchisi 8 dan 8 ni anglatadi. Umuman hammasini qo'shib 3 ta ifodalashligi uchun bu yerda 8 ta bo'lak, bu yerda ham 8 ta bo'lak, bu yerda ham 8 ta bo'lak. Jami 24 ta bo'lak bor. 24 ni 8 ga bo'lsak, rostdan ham mana bu 3 natural sonini anglatadi. Javob 24 taqsim 8.